muhtaram azizlar, mana bu o'rik. 1 kilo o'rikda 1 gram tilla bor. Shuning uchun ham o'rik bu yurak kasalini davolaydi. Mana. Qarang, shunchalik Alloh taolo bu o'rikni berdiki, ne'matini kuchliligini qarang. Buni quritib yesangiz bo'ladi, shu holatda yesangiz bo'ladi. Qaynatib yesangiz bo'ladi. Iris qilib yesangiz bo'ladi. Har kun kesib yesa. Mana chet ellarga bordik, Amerikada nimada ko'rdim ko'zim bilan. Bir bo'lak qilib qaynatib, shira qilib kesilgan holatda xuddi tortday. Shuni har kun ertalab bir bo'lak berar ekan. Germaniyada, Amerikada va shu yurak kasalligini davolaydigan dori deb bizni o'zbeklarimiz borib, bizda rosa ko'p-ku bu. Desa, "Salla dori qilib yemaysan-da. Ko'pligi uchun dori qilib yemaysan." Buni doriligi shuncha yaxshiki, evitib qo'yib har kun ertalab ichib turilsa, yurakdagi kasallikda shifo bo'ladi. Qonni tozalaydi. Foydasi shunchalik ham katta. Buni mana shu oddiy shirasi, tanadan chiqadigan shirasi bor. Oshqozon ichak yarasini davolaydi. Tanadan shira chiqadi, shu shirasini olib, buni ana qilinsa, ibitib ichilib turilsa, bu shunday. Qarang, buni qarang. Mana jonivorda. Qarang, qani terilaring, qani bolalarim? Terlaring. Mana bu o'rikni shifoligini ko'rdinglaringmi? Buni quritib qo'yamiz. Qishda ham yeymiz va murabbo qilib olamiz. Murabbosini har kun ertalab yeb tursa, juda ham shifobaxsh bo'ladi. Qonni tozalaydi, nerv sistemani tinchlantiradi. Buni quritilganini yesa ichaklaringizga foyda. Ichaklar qotib qolishini, qabziyatni yo'qotishga yordam beradi. Bu o'rik bittagina mevasi emas. Buni bargi ham shifo. Bu tanasidan chiqqan shira ham shifo. Shunchalik foydali narsa Alloh bizning yurtimizga bergan bu ne'matini. Mana shuni ko'proq olib yeyishga harakat qilinglar. Yeb turish kerak buni. Qonni tozalash degan eng yaxshi narsa shu bo'ladi. Shu o'rikni terib, ikkiga bo'lib, donagini chaqib ichiga solib, mindal deyiladi. O'sha mindali bilan qo'shib, yalpiz bilan qo'shib, shuni murabbo qilsa, yo qaynatib suvini ichilsa, o'sha yana kompot deysizlar. Shunday qilib ichsalaring, yuragi qaltirab, titrab, sallasiga ha desa qo'rqib ketib, yuragi titraydigan odamlarni shu yalpiz qo'shib ichilsa, shuni yo'qotadi. Shunchalik ham foydali. Rahmat, sog' bo'ling. Juda ham chiroyli tushuntirdingiz.